Hammada bir xil muammo depozitni yo'qotish. Ko'pchilik depozitni bilib yetishmasligidan yo'qotaman deb o'ylashadi, lekin buni yana bir omili bor. Bu bo'lsa, bozor sizga tuzoq qo'yadigan nuqtada savdoga kirishdir. Keling, bozor qayerda bizni aldashini ko'rib chiqamiz. Eng ko'p qo'yiladigan tuzoq bu fake breakout'dir. Narx balandroqqa chiqadi, traderlar trend davom etyapti deb o'ylashadi, lekin aslida bozor sizni pozitsiyaga majburlab kiritishayotgan bo'ladi. Aynan shu joyda katta o'yinchilar sizning stop-laringizni yig'ib oladi. Bunga likvidlikni ovlash deyiladi. Ya'ni bozor sizni yutish uchun emas, o'zini to'ldirish uchun shu harakatni qiladi. Yana bir tuzoq range ichida soxta harakatlardir. Narx pastga yetadigan bo'lsa, panika voqma. Narx yuqoriga sakraydigan bo'lsa, e'tibor bo'ling. Lekin aslida bu harakatni deyarli barchasi pozitsiyaga kirishdan oldingi tozalashdir. Bozor sizni urib tashlagan joy bu banklar uchun eng toza entry nuqtasi bo'ladi. Siz minusga chiqqan joy ular uchun eng xavfsiz zonadir. Agar siz bozor qayerda tuzoq qo'yishni oldindan bilsangiz, siz kichik trader emassiz, siz institutsional fikrlaydigan traderga aylanasiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting.